alaykum, hurmatli yurtdoshlar, barchaga nima deydi? Ishga ertalab qolgan holatda biz hozirda ajoyib narsani tanishtiramiz. Qaranglar. Hisor tog' o'lkasining ajoyib bag'ida chap tarafimizda Hazrati Sultonga qarab ketadigan yo'limizda va o'ng tarafimizda Yunon. Bu bir ajoyib bir o'lkalarimiz. Ser muhabbat o'lkalarimizda bir ajoyib joy tanishtirib o'tmoqchimiz va shu oralig'ida joylashgan ajoyib bir maskanni tanishtirmoqchimiz. Qaranglar. Chap tarafda besedkalar joylashgan. 1, 2 va ovqatlanish joylari. Bu uchinchi bir maskanimiz va basseynlarimiz joylashgan. Eng qizig'i sababi bu yerda o'sha mehmonlarga mujassam bo'ladigan va mukammal bo'ladigan ajoyib narsalar bor va tabiat qo'ydi. Daryoni bo'yida. Daryo zilol suv, ichsa ham bo'ladi, cho'milsa ham bo'ladi. Zilol tog' suvlari va shuningdek konteynerlarimiz bor. Ajoyib besedkalarimiz bor. Tabiat qo'yni yovvoyi deymiz, bu qanaqa tushuntirsak, yovvoyi tabiat qo'yni. Bag'da joylashgan. Kamina Azbek Soqov har narsani qatnashtirib o'rnadi va mehmonlar tashqarida ikkita konteynerimiz bor. Bunda tashqari odobxonalarimiz tayyor, mujassam. 60-77 sotikka joylashgan ajoyib go'shalarimiz eng qizig'i hozir sizniki bo'lishi mumkin. Bilasizmi nimalar? Dokumentlari hamma narsasi joyida. Har bitta dokumentiga bu shu joyning egasi javob bergan holatda biz baholadik $150,000. O'zi bu yerda ketgan o'zi xarajatni o'zi $250-300,000 hisobida bo'lgan. Endi bilasizmi, bu yerda beton olib kelish va bunaqa besedkalar qurish o'zi bo'lmaydi. Bu yerda mehnat bo'lgan. Eng qizig'i bilasizlarmi? Farel baliq boqish uchun, bu yerda qazilmamiz bor, mujassam ko'l bor. Bu yerda farel baliq boqish mumkin. Eng qizig'i, bu yerda mujassam qilib qo'ylar uchun qo'ton qilib, qo'tan deyladimi, shunaqa bir o'zbekcha qilib aytsak, qo'y boqish mumkin. Qo'ylar nima bo'ladiki, vaholanki keladigan mehmonlar, mezbonlar bu yerda o'sha qo'yni sotib olish mumkin. Hali bugun 2026-yil 20-aprel kuni qaranglar. Shu sovuq emas hali mana. Bemalol futbolga chiqmayman. Mana kelgan mehmonlarimiz hali ham bor. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mehmonlar. Sovuq emas, bir futbolgacha turibman. Endi o'ylab qo'ying, jazirama issiqda salqin xohlaydigan ajoyib mehmonlarimizni biz shu o'lkalarda kutib qolamiz, albatta. Mujassam Hisor tog'larida sizlarni ko'rishib qolguncha. Kamina Azbek Soqov yana bir marta aytib qolish mumkin. Pastdagi raqamlarga telefon qilasiz, siz bilan ko'rishguncha xayr. Eng qizig'i bilasizlar, bu yerda ajoyib nihollar ekilgan, gilos ekilgan. Hisor tog' o'lkalarida qarangizlar, giloslarni o'zi bo'lmaydi. Eng qizig'i bu yerda ko'k terelar ekilgan, u hali Xudo xohlasa inshaalloh 5 yil, 6 yilda o'z samarasini beradi. Tabiat qo'ynida konteynerlarimiz bor. Eng qizig'i bu yerda bilasizmi? Bir ajoyib narsalar bor. Qizil choy konteynerlarsiz tovoq, idish, gilam, ko'rpacha, to'shak har bittasida bor. Sizlar uchun mujassamdir. Sizlar uchun bitta konteyner emas, ikkita konteyner, bitta emas, ikkita. Marhamat. Har bittasi mujassam. Shaxmat o'ynash uchun ham joyi bor ekan. Eng qizig'i, giloslar o'z navi bilan ekilgan, o'z samarasini beradi. Archazor, salqin, ob-havoga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Toza havo tanga davo degan gaplar albatta rostdir. Bilasizlar, bu dunyoda nima zo'r? Eng zo'r bu havo zo'r. Toza havo tanga davo. Havo hidlagan odamda nima kerak boshqa? Tanga davo havo. Albatta mana mujassam tog'larimiz, keng o'lkalarimiz. Bilasizlarmi? Buni reklama qilish niyatim yo'q. Faqat bitta narsa tushunish kerak. Albatta nima deydi? Xullas beqiyos joy, beqiyos tengi yo'q joy, albatta. Beqiyos tengi yo'q joyda Kamina Azbek Soqov reklama qilish niyatim yo'q. Agar meni pulim bo'lganda, javob agar shu joyda olib turib, mana shu yerda yillab yotardim. Bu yerda havoni olib maza qilib yotadigan, dam oladigan mehmon mezbonlarga eng qiziq boy akalarimizga men tavsiya qilib qolaman. Farel balig'imizni qarab yo'l olyapmiz. Farel balig'i uchun bu yerda joy qilingan, joy. Farel balig'ini ko'paytirsa bo'ladi. Daryoda mujassam, mukammal, eng qizig'i katta baliqlar yuribdi.
U baliqlar u ovlanish uchun emas, qizil kitob kiritilgan baliqlar. O'shalar 2 dona taylasa yerda 2 marta bola qo'yar ekan farel balig'i. O'z-o'zidan ko'payib, bu yerda shu yerda farel balig'ini mujasam qilish mumkin. Mana shu olingan syomka joylarimizda mana qo'ton deydi. Bu o'zbekchasiga qo'ton. Qo'ton boylab qo'yib turib, 50 ta qo'ydi boylab qo'ysa, kelgan mehmonlarni o'zi so'yib yeb qo'yishi aniq. Har bir donasidan bitta qo'ydan 3 milliondan qolsa ham bir kunda 30 million, 20 million foyda ko'radigan boy akalarimizga biz tavsiya qilib qo'yamiz, albatta. Akalarimiz O'zbekiston bo'ylab aytmoqchimiz. Samarqand, Jizzax, Vodiy, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo. Yana qaysisini aytib, Toshkent okalar, Sirdaryo, Jizzax. 12 ta viloyatga tavsiya qilamiz akalarimizga bu joy, bu maskanni. Bu maskandagi bor butlik joylarni ko'rgan odam, kelmaganlar armonda, ko'rmaganlar darmonda yo'q. Nima teskarisi aytib qo'ydimmi deyman. Albatta bu hazil mana farel balig'i uchun qozilgan bizni ajoyib ko'limiz. Daryo kiradi va chiqadi. Endi eng qiziq qaranglar. Salqin joylarimiz mukammal. Yoz issiq kunlar daraxtlar. Bunaqa salqin, bunaqa prirodani hech yerda ko'rish o'zi umuman Allohning bir mo'jizasi. Yerni o'zi sotish o'zi bir qanaqa desam bir umuman menga bir xijolatchilik, lekin bu yerda kim pul topaman desa marhamat. Amerikadagi akalarimiz, sizlarni kutib qolamiz. Albatta Amerikada yuribsizlar, o'zbek fuqarolari. Amerikada yuribsizlar. Bu Amerika, Shvetsariyadan ham go'zal joylardir. Tilimga jaqqa javob. Yana bir bor assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar, barcha o'zbek aqlim. Bu chakalak emas. Buni o'ylashingiz mumkin. Bu hozir bilasizlarmi, 2026-yil 20-aprel. Faraz qilinglar. Iloj boricha iltimos. Kamerani burasizmi bu yoqda? Buringlar, iltimos. Gullagan daraxtlarni ko'ryapsizlarmi? Tog'roqlarni ko'ryapsizlarmi? Bu tabiatni ko'ryapsizlarmi? Bu tabiat Allohning mo'jizasi hisoblanadi. Agar mana shu joylarda o'tirib, jam olaydigan insonlar bo'lsa, akalar, ukalar, opalar, singillar, eng qizig'i bilasizlarmi? Biz boshda ro'yga qo'ydik, yana ham bu narsani qo'yib qo'yamiz. Bu joy sotiladi. Bu joyda biz ko'rsatganimizdek bor yo'g'i $150,000 bor yo'g'i. Agar mana $200,000 dokument toza. Dokumentni o'zini nomiga qilib berishadi. Albatta, har bittasini o'zini nomiga qilib berishadi. Okalar, ularni Amerikadagilar, Rossiyadagilar, chetdagilar, Yevropadagilar hammaga tegishli. Shvetsariyaning haqiqiy yuzi mana shu yerda. Albatta, Kamina Azmi Isoqov o'zimga ashki topib olishi mumkin. Bugun 2026-yil 20-aprel. 20-aprelda mana futbolkacha yuribman. Endi shaharda bilaveringlar, hozir qanaqa issiqki, shahar qanaqa. Endi yozda mazza qilib ob-havo nafas olaylik desanglar, marhamat. Ham dam olish taklif qilaman. Sotiladigan akalar adashmaysizlar albatta. Chunki sababi o'z pullaringiz, o'z mablag'laringiz o'z cho'ntaklaringizda qoladi. Chunki sabab har bitta qiladigan ishlarimiz bir kunda keladigan mehmon mezbonlardan keladigan pul, jaraq-jaraq pullar sizni cho'ntagingizda bo'lishi mumkin. Marhamat. Haqiqatan o'joy joylashgan. Shit yaxshi.